Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Mana shu vitaminchamiz haqida ozroq jonli o'tib bermoqchiman. Germaniya mahsuloti Nilrich brendi ostida ishlab chiqarilgan. Idishcha ichida 30 dona bo'ladi. O'zimni gemoglobinim 2 oy oldin 60 ga tushib ketgandi ayrim sabablarga ko'ra. Vrachim tavsiyasi bilan hali tabletkalarni ichishga ulgurmagandim. Shu vitaminchadan 2 ta idishcha o'zim tugatdim. Har kuni bir mahaldan bittadan ichib. Gemoglobinim kecha yaqinda analiz topshirganimda 20 ko'tarilib 80 ga chiqibdi. Mana shu vitaminchani o'zida sizlarga ham tavsiya qilib qolardim. Bu immunitetni ko'tarishda, qabziyatga qarshi, qon aylanishda, hattoki kattalarni qonini suyultirib, davleniyani me'yorda ushlab beradi. Davleniyasi bor insonlar uchun ham bemalol tavsiya qilsangiz bo'ladi. Shunaqa zo'r narsa ekan.